Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni suv resurslarini tejashda irrigatsiya tarmoqlarini betonlashtirishning innovatsion va iqtisodiy samaradorligi degan o'ta dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Mavzuning o'ta dolzarbligi shundan iboratki, suv bu butun insoniyat oldida Baxtiyorjon hozir hayot mamot masalasi bo'lib turibdi. Chunki dunyoda 7,5 milliard aholi bor desak, shundan 2 milliardi suv tanqisligi. Qariyb 3dan biri suv tanqisligi mavjud bo'lgan hududlarda yashayapti. Endi har galgidek ko'rsatuvimizni bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda qizg'in muhokama qilinayotgan mavzudan boshlaymiz. Mana ya'ni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Xiyobon va Guliston mahallalarini bog'lab turuvchi ko'prik yaroqsiz holga keldi. Endi tabiiy savol tug'iladi. Yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, bu eski ko'prikdir yo sel olib ketgandir degan savollar bilan odamlar murojaat qilishyapti. Hududda faoliyat olib boruvchi jamoat faoli Ermurod Odilning aytishicha, ko'prik Qizildaryo o'zani cho'kishi natijasida xavfli holatga kelib qolgan. Aholi mas'ullardan hududda zudlik bilan xavfsizlik choralari ko'rish so'rayapti, chunki ko'prikning o'zi ham cho'kib ketgan. Nihoyatda xavfli, xudo ko'rsatmasin birov o'tib qolsa tushib ham ketishi mumkin. Mazkur ko'prik 19-yilda boshlangan, 3 yil ichida qurilgan, 22-yilda yakunlangan. Bu ko'prikni milliardlar evaziga qurganlar qancha muddatga kafolat bergan? Uni foydalanishga qabul qilib olganlar nega indashmayapti? Bu birinchi murojaat emas. Avval ham aholi muayyan ayni muammoni ko'targan. Endi ko'priklarga biz faqat qulab tushganda murojaat qilamizmi? Hali u yerda bo'layapti, hali bu yerda bo'layapti. Bir jamoatchilik vakili sifatida sizning munosabatingiz, odamlar munosabat bildirish kerak-da. Albatta bu holatni biz sotsial tarmoqlarda ko'rdik, ko'rib hayron bo'ldi. Oddiy birga hamkasblar bilan yoki tanishlar bilan gapirishganda ham gapirishib o'tdikki, nima uchun bu narsa qanchadir milliard so'mga qurilgan bir katta bir bino, bitta inshoot, katta bir inshoot o'zdan cho'kishi natijasida bu ham cho'kishi. Qurilishni birinchi o'ziga yarasha loyihasi, uni razvedkasi, uni suv yer ko'prik qurilgandan keyin yer ostini o'zanlarini tagini geologik razvedka va boshqalarni qilish kerak. Bu yerda suv xo'jaligi vazirligining mutaxassislari bor, ular kengroq aytishi mumkin, lekin bu narsani birinchi o'rinda o'ylaymanki, juda chuqur o'ylanmasdan ish boshlangan ish deb o'ylayman. Shuni natijasida bo'ladi. Bu o'ta noma'qul ishlardan biri hisoblayman. Davlatning byudjetiga 2 milliarddan ortiq Baxtiyor pul sarflangan deyapti. Odatda ko'priklarni odamlar qaysi muddatga qurilgan? 100 yillik ko'priklar turibdi-da hozir. Eski zamonlarda qurilgan, to'g'rimi, noto'g'rimi? Shu masala bo'yicha juda ham bahsli jihatlari bor va bu kabi holatlar bitta bu holat bo'lgani yo'q. Hozirgi yana boshqa juda ham ko'p bo'ldi. Endi har bittasini biz aytib o'tirishimizdan endi ichidagi muammo nimadan iborat? Muammo hozir to'g'ri, Najmiddin akam to'g'ri aytdilar, loyihalashtirishdagi o'sha to'g'ri hisob-kitob qilinmaganligi natijasida, loyiha xuddi o'sha joy xususiyatidan kelib chiqmaganligi natijasida bu eng asosiy jihati. Lekin unga sabab nima degan narsaga, u aynan o'sha loyihani qurish uchun bitta muammo bor. Ko'prik qurish kerak. Ko'prik qurish uchun, ko'prik qurish masalasi ma'qullandi, lekin unga ajratiladigan mablag' lozim darajada bo'lmasligi ham, bu ham bitta qurilish obyektini sifatsiz qurilishiga sabab bo'ladigan asosiy bitta omil. Ya'ni bu yerda mablag' ajratilganki, Baxtiyorjon, ko'prik qurilishga topshirilgan. Bu yerda boshqa jihat bor, xuddi Baxtiyorjon, keling bahs qilaylik. Ko'prik agar mablag' tufayli ajratilmaganligi, sizning fikringizcha mablag' kam ajratilganligi. Kam ajratilganligi nima uchun? Mana hozir savol paydo bo'ladi. Qurilish jarayonida xuddiki shunaqangi holatlar bo'ladi. Endi buni ko'p guvohi bo'lganmizda, birinchi loyiha kiritadi, qanchadir milliardga, 5 milliardgadir, 4 milliardgadir uni tegishli o'sha ekspertiza qiladigan yoki tekshiradigan yoki pul ajratadigan o'sha mutasaddilar keyin aytadi, "Yo'q, bunga buncha pul bera olmaymiz" deydi.
bunga deydi manimcha san 2 milliardlik yoki 1,5 milliardlik san loyiha qilib kelasan deydi. Xuddi shu tender mahalda bo'ladi bu narsa. Asosan qurilishi, o'sha qurilishni tender qilgan narsada kimdir past narx belgilashi bu tabiiy holat. Lekin bu narsa menimcha bu birinchi o'rinda loyihadan kelib chiqadiki, o'shanga qarab byudjet pul ajratadi. Demak, Baxtiyorjonning fikriga ko'ra, mablag' kam ajratildi deb 2 yilda cho'kib ketadigan ko'priklar, boshqa inshootlar ham qurib topshirib yuborish mumkin degan bu bir jihati, u bir jihati, xususan ikkinchi jihati bor. Bu sifatsiz qurilish materiallarini ishlatish, mana yaqinda Toshkentda bo'lgan masala, xuddi shu sifatsiz qurilish materiallarini ishlatish natijasida ko'prikka tushib ketish holati yuz berganligi bu hali ham bizning esimizda turibdi. Bu qurilish materiallarini sifatsizligi, bu endi quruvchining insofiga bog'liq. Quruvchini qilamanda. Byudjetda siz insofiga bog'liq, noinsof bo'lsa unaqa qurilish desangiz, do'stim, hamma narsa teskari aylanib ketadi. Endi qurilish tashkilotini mashina o'tib qolsa, ichi avtobus to'la odam o'tib qolsa nima bo'ladi? Javobgarlikka tortilish kerak, javob berish kerak shularni. Tezlik bilan qurgan odam bilan javobgarlik masalasi ham. Loyihalashtirish masalasida ochig'ini aytamiz, ko'proq biz tayyor loyihalarni sotib olish oqibatida kelib chiqyapti ba'zi muammolar. Chunki yangitdan loyiha qilish bir qancha qimmat tushadi, tayyor loyihalarni olish ancha muncha arzon tushadi. Birinchi, ikkinchidan yaxshi mutaxassislar yetishmasligi, buni tan olib yetishimiz kerak. Bugungi kunda yaxshi mutaxassislar juda ham kam va boyagi yuqoridagi qism yetishmayapti degan qismlariga sal shakl berib yuboradigan bo'lsak, ya'ni buni ochiq aytamiz, aynan bunda emas, ba'zi bir tenderlarda ham oldi berdi qismlari borki, o'zida qoladigan qismlaridan orttirgan o'sha mablag'iga boyagi sifatsiz mahsulotlar oladi. Mana betonni misol uchun 500-600 markaligi bor, yaxshisi. Yoki 400 markaligi bor misol uchun. U arzonrog'i misol uchun. Ana shu 400 markaligini oladigan bo'lsangiz, siz aytgandek ertaga muammo kelib chiqadi Quddus aka. Buni ham nima deydi, bosh tortib bo'lmaydigan, inkor qilib bo'lmaydigan holat. Chunki bugun tan olib yetishimiz kerakki, qurilishi asl sifatsizligiga sabab boyagi bilimsizligi, tejamkorlik, boyagi sifatsiz mahsulotdan foydalanish oqibatida kelib chiqyapti bu ko'proq holat. Lekin baribir 2,5 milliard so'm kam deysiz. Loyihani qabul qiladigan tashkilot bordir, vazirlik, qaysidir vazirlikning qoshida qaydadir bor albatta. Shuni ichida shuni har bitta loyihani o'tkazadigan odam shu joyi haqiqatdan ham u o'zani tagidagi qatlamlar qanaqa, ertaga har qanday o'zan cho'kishi mumkinmi? Qaysidir bino, bu bitta inshoot emas, любой bino ham, har qanday bino ham cho'kishi mumkin-ku. Shuning uchun birinchi o'rinda yer ostiga qatlam. Oddiy asfalt qurilishda ham o'zi 5-6 qatlam qilib qilinadi. Chunki bu narsa drenaj masalasini ham o'ylab qilinadi. Shuning uchun eng murakkab bir qurilishlardan bittasi ko'prik qurilishi deb o'ylayman. Eng qimmat qurilishlardan biri hisoblanadi. Eng asosiysi shu siz aytganingiz to'g'ri, ko'rko'rona loyiha olingan, bu narsa hech qanaqa ekspertiza o'tkazilgan meni fikrimcha. Mana suv xo'jaligi vazirliklarida ham bir munosabat bordir. Mana 100 minglab odamlar munosabat bildiryapti, jon kuydirib. Mana bu nima bo'layapti endi, nima bo'ladi deb. Bu hozir biz muhokama qilayotgan ko'prik bu qaysidir mahallada bir aholi o'zi hashar qilib qurgan ko'prik haqida gap ketmayaptiki. Albatta. Bu yerda hozir aytyapsizki, davlat byudjetidan 2,5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hech qachon o'z-o'zidan emas. Shu yerga sen 2,5 milliard pul ko'prik qurib qo'yilmaydi. U dastlab u ko'prik dastur shakllantirib, dasturga kiritiladi. Loyihachi tashkilot loyihasini loyiha qidiruv ishlarini amalga oshirib, loyiha smetidan ishlab chiqiladi. U vakolatli organlarning ekspertiza xulosalaridan o'tadi. Keyin quruvchi tashkilot ham tender bilan aniqlanib, o'sha ekspertizada chiqqan narx doirasida qurib beraman deb taklif bilan o'sha narxga yutib oladi quruvchi tashkilot. O'sha loyihada ko'zda tutilgan materiallarda qurilishni olib borish kerak aslida. Keyin u quruvchining ustidan ham buyurtmachining nazorati bor, loyihachining mualliflik nazorati o'rnatiladi. Qolaversa, qurilish vazirligi huzurida Gasin degan tashkilot bor. Ular qurilishda inspeksiya tomonidan nazorat o'rnatiladi. Bu tashkilotlar ham endi bilmadik, nazoratni qanday olib borgan o'ziga havola. Xo'p. Sizning fikringiz. Mana siz ham jamoatchilik faolisiz, vakilisiz. Shunaqa narsalarga sizni ham menimcha munosabatingiz, chunki bu byudjetni pulida. Hozir deputatlarimiz, sobiq deputat bilan deputat aytayaptiki, endi pul kam ajratilgan, sifatsiz bo'lsa ham topshirib yuborgan. Bu fikrga umuman qo'shiladigan fikr emas. Albatta. Bu yoqda aytmoqchi, bu yerda birinchi o'rinda tender qilinadi. Mutaxassislar ko'rib chiqish kerak. Bu yerda eng asosiy masala sovuqqonlik bilan yondashgan. Birinchi o'sha yer geolokatsiyasi o'rganib chiqqanda sovuqqonlik bilan yondashgan. Joyda borib o'rganish kerak edi.
yer qatlamini ko'rish kerak edi, o'rganib bo'lgandan keyin o'sha ish boshlash kerak bu yerda. Endi pul masalasiga kelsak, boyagi bu yoqqa aytmoq sifatsiz balkim o'sha firmalari, qurilish firmalarini yo'q. sifatsiz mahsulot ishlatgan ikkinchisi. Birinchi Birinchi joyi boyagi joy borib o'rganishda bo'lgan. Qarang, geologik, gidrologik tekshirishlar bular yuqorida aytayotgandek dasturga kiritish, loyihalar, smeta, misol bular hammasi o'z o'rnida ketadigan, xat hujjatida ketadigan narsa. Faqatgina uni amalga oshirayotganda beton ichidagi qismidagi armatura, haqiqiy armaturami, sinib ketadigan armaturami? Qanday tarzda bo'lyapti? O'shani ishlatayotganda muammoda endi ochig'ini aytish kerak, uni bitgandan keyin bir qaraganingizda armatura qilgan, hujjatda 18 talikni 22 talik qilib yozib bergan, hammasini ishlatgan, betonni 400 ni 600 marka qilib yozib bergan. Hujjatda qarasangiz hammasi zo'r. Albatta. Lekin amalda cho'kib ketaveradi. Shuni oqibatida keyin xizmat tekshiruv tayinlangandan keyin ana undan keyin qama boshlanyapti masalan. O'zan cho'kkan deyapti. Ko'prik haligi ochilib qolgan tagi. Daryoni o'zani cho'kish natijasida keyin ko'prik cho'kkan. Boyagi loyihalashtirishda bu hamma narsa inobatga olinadi. Ehtimoliy holatlar ham inobatga olinadi. Agar cho'kmaganda u turaverardi. Cho'kkan uchun boyagi ehtimoliy holatlar talabga javob bermaydigan mahsulotdan va o'sha texnologiyadan foydalangani uchungina cho'kadigan Baxtiyor, holatlar. Xitoyga borib keldingiz. 200 metrlik ko'priklar qurilgan. Endi ularda ko'prik qurish masalasi san'at darajasiga aylangan. Yo'q, 200 metr balandlik. Juda ham baland. Endi men uni ancha juda yuqori Osmon baland. ko'priklari deganni ko'rdim. Osmonda bir necha 100 metr ekan. kilometr desangiz ham bo'laveradi. Tog'dan tog'ga o'tib ketyapti. Tog'dan tog'dan bulutni o'tib ketadi. ichida o'tib yuribdi. Xuddi shunaqa. Endi Ko'prik ustida ko'prik, Baxtiyor bilan birga bordik. birga bordik. shuni- Ko'prik ustida ko'prik, ko'prikning tagida ko'prik. Bir uydan chiqasiz, ikkinchisiga ko'prikka tushasiz, ko'prikdan kirasiz, bir domga kirasiz, orqasiga chiqsangiz yana bitta Ko'priklarning ko'prik. yuki qancha? U aytdilar shunchalik Baxtiyor, darajada juda mustahkamki, san'at. shunchalik darajada mustahkamki, san'at darajasiga yetganda, endi bizadagi ko'prikda boyagi o'zan masalasini hisobga olinmasligi, bu ko'prik quradiganlarimizni ham endi o'sha o'qitishimiz kerak Endi ekan. hozir lavhaga o'tamiz. Xulosa. Nima? Endi mana o'zimizcha xulosa chiqaraylik. Odamlar so'rayapti, kim qabul qilgan, kim qurgan, byudjetga shuncha zarar, byudjet bu xalqning puli, siz bilan menni sog'lig'imizning puli, boyligimiz. Sizning fikringiz? Mening fikrim yuqoridagi gaplarga qo'shimcha ravishda aynan mana shu holatda emas, barcha ko'priklarda yaqin balki 5 yil, balki 3 yilda qurilgan, so'nggi davrda qurilgan ko'priklarda qaytadan taftish qilib chiqish. Qachonki buni qulab ketgandan keyin taftish qilishimiz kerak emas. Bu ham gapingiz to'g'ri. Hali ham Xudo saqlabdi. Agar bir inson o'lganda o'sha 2 milliard ham ko'zga ko'rinmasdi, 20 milliard ham inson umri 20 milliarddan ham qimmat. Misol uchun-da, Umuman hali ham bebaho. Toshkent shahridagi qulagan ko'prikdan Xudo saqlabdi, mashina o'tmayotganda qulagan. Bu hammasi taftish qilib chiqish kerak. Xo'p, endi yo'q, xulosa nima qilish masalan? Har kimning fikri. Meni ham o'zimning fikrim bor, lekin ekspertlarni hurmat qilamiz. Xulosa xuddiki mutaxassislarimiz yetarlida. Endi xuddi shu holatni juda ham chuqur o'rganib, mas'ullarni javobgarlikka tortib, jamoatchilikka ko'rsatish kerak. Bu masala Kim qabul qilgan, kim qabul qilgan, kim qurgan, kim geologik nima razvedka, muammoga, nimasida qaysi joyda xato qilganligi, o'sha narsani hammasini ko'rsatish kerak, ko'rish kerak hamma. Men bitta shaharga bordim. Chuqur, men Moskvada yoshligimda bir necha 100 metr yerni tagiga metro kirib ketadi-da, men aytdim. Bizda unaqa emas-ku, nimaga deb so'raganimda aytdiki, oldin bu yerda namgarchilik ko'p bo'ladi, shu yerni qattiq qatlamiga borib o'shani ustidan qurgan dedi. Bu yerda gap kichkinagina ko'prik haqida ketyapti. To'g'rimi, noto'g'rimi? Yana bir narsa, bundan keyin balki qonunchiligimizda nozik nuqtalar bordir, lazeykalar bor. Ya'ni davlat xaridlari, tenderlar juda og'riqli masalamizda biz. O'sha o'zini yaqinlarining korxonasiga tenderlarni yutib berish, ko'z yumish, mana shu holatlarda misol uchun balki qonunchiligimiz qaytadan ko'rib chiqishimiz kerakdir balki. Xo'p, endi xulosa Baxtiyor juda to'g'ri aytdi. Albatta bu narsa tekshiriladi. Kim qurgan, qanaqa beton ishlatgan, qanaqa geologik razvedka. Xitoyda bilasiz, bir ko'chada yangi uylarni buzib tashlayapti. Nodir Rasulov nima aytdi, nimaga desa, standart hali odamlar kirmagan deyapti. Kirmagan. Siz ham ko'rgandingiz. Ko'rdim, Yo'lda buzib yangi binolarni. Demak, ekspertiza o'tkazgan. Shahar odamsiz shahar bor. Uylar buzilyapti, buzilmayapti. Nimaga o'sha ekspertiza qabul qilmagan? Demak, bularni ham qanaqadir ustidan tank o'tkazib berish kerakmi? Qanaqadir endi uni quruvchilar biladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Chunki bundan menimcha juda ham to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak.
va Baxtiyorni fikrini biza qo'llab-quvvatlaymiz. Kimki qatnashgan bo'lsa, qabul qilgan, loyiha tuzgan, tenderda kim yutgan, menimcha buni tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlari tekshiradi va biz ko'rsatuvlarimizni albatta natijasiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu saboq bo'lsin. Yaxshi ham siz aytganday odamni 1 milliard emas, 2 milliard emas, 1 trillion dollarga ham odamni hayotini qayta tiklay olmaysiz. Bu tarixda bo'lmagan. Endi bugungi dolzarb mavzu suv, ayniqsa Markaziy Osiyo uchun. Marhamat, shunga ham bitta lavhamiz bor. Global iqlim o'zgarishlari va suv resurslarining cheklanganligi sharoitida irrigatsiya tizimlarini samarali boshqarish bugungi kunda dolzarb va ilmiy amaliy masala hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligiga yo'naltiriladigan suv ulushi yuqori bo'lgan hududlarda suvdan oqilona foydalanish, yo'qotishlarni kamaytirish va infratuzilmani zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Norin Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan Namangan viloyatida 2025-yil davomida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Viloyatda jami 267 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlari mavjud bo'lib, ularga xizmat ko'rsatuvchi magistral va xo'jaliklar aro kanallar uzunligi 2700 kilometrdan ortiqni, ichki sug'orish tarmoqlari esa qariyb 9600 kilometrni tashkil etadi. Suv yo'qotishlarini kamaytirish va suv yetkazib berish samaradorligini oshirish maqsadida irrigatsiya infratuzilmasini betonlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, davlat dasturlari va xorijiy investitsiyalar hisobidan jami 70 kilometrdan ortiq kanallar betonlashtirildi. Bu orqali suvning filtratsiyasi orqali yo'qolish sezilarli darajada kamayib, 10 minglab gektar yer maydonlarining suv ta'minoti yaxshilandi. Suv ta'minoti tizimida nasos stansiyalari ham muhim o'rin tutadi. Viloyat bo'yicha 200 dan ortiq nasos stansiyasi faoliyat yuritmoqda. Davlat xususiy sheriklik asosida 80 dan ortiq nasos inshooti xususiy boshqaruvga berildi. Natijada zamonaviy energiya tejamkor nasoslar o'rnatilib, 4 million kilovatt-soat ortiq elektr energiyasi tejaldi. Ayrim nasos stansiyalarida quyosh panellari joriy qilinib, yashil iqtisodiyot tamoyillari amalda qo'llanmoqda. Irrigatsiya tizimlarini samarali boshqarishda yerlarning meliorativ holati ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois kollektor drenaj tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari muntazam ravishda olib borilmoqda. 2025-yilda viloyat bo'yicha 18,5 kilometr kollektor rekonstruksiya qilinib, 460 kilometrdan ortiq kollektor drenaj tarmoqlari ta'mirlandi. Bu ishlar Mingbuloq, Pop va To'raqo'rg'on tumanlarida keng qamrovda amalga oshirildi. Shuningdek, tuproq sho'rlanishining oldini olish va hosildorlikni saqlab qolish maqsadida kuzgi-qishki mavsumda sho'r yuvish tadbirlari o'tkazilmoqda. Joriy yilda viloyat bo'yicha 22 ming gektardan ortiq maydonda sho'r yuvish ishlari rejalashtirilgan. Mingbuloq va Pop tumanlarida turli darajadagi sho'rlanish maydonlarida 1, 2 va 3 marta sho'r yuvish ishlari olib borilishi belgilangan. Xulosa qilib aytganda, betonlashtirish ishlari, nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish va sho'r yuvish tadbirlarini kompleks tarzda amalga oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlab, qishloq xo'jaligi barqaror rivojiga xizmat qilmoqda. Dunyodagi suv bilan bog'liq endi ekologik muammo deganda birinchi navbatda suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Umuman suv tanqisligi dunyoda bu boradagi ahvol qanday? Qudus aka, bu dunyo bo'yicha yuqorida ko'rsatuv boshida ham aytib o'tdingizki, bu juda ham katta qismi o'sha suvsizlikdan aziyat chekadi. 3dan 1 qismi deyarli o'sha 2 milliarddan oshiq aholini o'sha suv tanqisligidan aziyat chekishi bu hammamizga bor ma'lumot. Endi dunyodagi ko'p mamlakatlardagi aynan suv muammosi bilan o'zini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlamaslik masalasi ham bu bor fakt. Endi bugungi ko'rsatuvda aynan suv resurslarini tejab, undan samarali foydalanish masalasi ham to'g'ridan-to'g'ri oziq-ovqat xavfsizligiga bog'liq. Bizani yeyotgan o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarimiz, nonimiz, boshqamiz hamma oziq-ovqat mahsulotlarini zamirida o'sha suvni tejash masalasi yotadi. Shuning uchun bu bugungi ko'rsatuvdagi muhokama qiladigan masalamizni muhimligi ham aynan oziq-ovqat xavfsizligimizga, ertaga bizning rizqimizga, dasturxonimizga bog'liq bo'lganligi uchun buni juda ham muhim mavzu sifatida qarashimiz kerak. Endi bu hozir to'g'ri aytib o'tdingiz, dunyodagi hozirgi holatdan tashqari endi 50-yilga borib qanaqa holat bo'ladi? Bu hozir avval qanaqa edi? Masalan, hozir bizning tomoshabinlarimiz, ko'rib turgan tomoshabinlarimiz yosh katta insonlar
biladi suv qanaqa darajada serob bo'lganini. Bundan 20, Duo 30, qilinardi, 50 yil suvdek oldin suvdek serob serob bo'lgan. bo'lganda duo bo'lganda hozir. Endi hozir xuddi shu narsa boshqacha ma'noga o'tib ketdi. Endi bu yana 30 yildan keyin, yana 20 yildan keyin, yana 50 yildan keyin qanaqa holat bo'ladi? Biz hozir agar buni taraddudini ko'rmaydigan bo'lsak, ham aholi ko'payyapti, ham suv tanqisligi masalasi yuzaga kelyapti. Shuning uchun bu masalada juda ham muhim va dolzarb masala bo'lganligi uchun suvni har bir tomchisini biz asrashimiz kerak. 2050-yilga borib suvga bo'lgan ehtiyoj aholi o'sib boradi. Demak, aholi o'sgandan keyin non kerak, suv kerak, zavod kerak va 30% ga oshgandan keyin vaziyat butun dunyoda nihoyatda keskinlashadi. Marhamat. Kimda fikr bo'lsa marhamat do'stlar. Bizga bitta yaqqol misol Orol bo'lmadimi masalan? Bugun Orol bo'lmadimi? Bugun ayanchli holga kelmadimi? Bugun fojia sifatida baholaymiz Orolni. Bu milliy platformadan chiqarib xalqaro platformaga olib chiqmadingmi bu narsani? Prezidentimiz olib chiqdi-ku mana. Birlashgan Millatlar Tashkilotida ko'rsatildi bu narsa. Bu hattoki o'sha Antarktida, Grenlandiyalarda topildi muzliklarda. Bu degani o'sha suvni qurish oqibatidagi yuzaga kelayotgan holatda yaxshiyamki biz bugun o'sha bog' o'sha yerda o'rmon hosil qilib, yashillik hosil qilib bu cho'llanishni ushlab turibmiz, qum zarralar. Bo'lmasa u yerda kenglik qoni to'kilgan xalq, butun xalq yo'q bo'lib ko'chib ketardi misol uchun. Bu davlatni yo'qotib qo'yardik. Bu suv shunchalik muhimki, mana qarangki, bir davlatni o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketishiga hattoki sabab bo'lyapti. Va mana bu ko'rishimiz mumkin aynan shu daryo o'zanlarida, daryolarda, kanallarimizda bugun qabul qilindiki, prezident farmoni shu 14-sonli farmonda aynan oqilona foydalanmasligi, o'sha shag'al qum shag'allarni qazilishlarini mana to'xtatildi. Keskin qazib tashlanishi, bu drobilka deymiz, masalan, shag'allarni qilishi, bularni qazishlari oqibatida daryo o'zanlari tushib ketdi, suv ostiga sizib ketdi, yo'qotishni boshladik va atrofdagi o'sha ekosistema tizimlaridagi yon atrofdagi ekologik jihatlarda ham juda katta inqiroz. Mana shu ko'prik cho'kishi ham balkim shu bilan bog'liq, yer osti suvlari ham qochyapti-da. Xo'sh, marhamat. Qancha hozir suv isrof bo'layapti? O'sha betonlashtirilmagan, biza o'sha nima deydi, tuproq o'zanlari tufayli oqayotgan suvlarni qanchasi isrof bo'lib, singib, bug'lanib, yo'q bo'lib ketyapti. Marhamat. An'anaviy kanallarimiz, boyagi ariqlarimizda suvimizni 30% gacha bo'lgan miqdordagi qismi parlanish, yer osti suvlariga singib ketishi hisobidan yo'qotyapmiz hozirgi kunda. Shuni betonlash ishlarini olib borganimizda 30% gacha iqtisod qilib suvlarimiz, resurslarimizni foydalanishni imkoniyatini beradi bizga. Mana bundan fermerlar ham 30% yo'q bo'lib ketayotganda 3dan 1 degani bu bor suv yo'q bo'lib ketyapti. Hozir shunchalik qiyinchilik bilan mana Baxtiyor juda to'g'ri fikr bildirdi. Mana bu global muammo. To'g'ri. Suv kamayyapti, muzliklar eriyapti, aholi ko'payyapti, temperaturasi boryapti. Ayniqsa Markaziy Osiyoda. Markaziy Osiyoda ayniqsa, uning ichida eng o'rtasida bizni O'zbekiston, shu Markaziy Osiyoning eng issiq hududi bizni O'zbekiston bo'lsa kerak. Chunki ba'zi Termiz va shu atrofdagi ba'zi bir rayonlarda yozda 70-60 gradus issiqlari ham uchrab turadi. Lekin asosiy suv masalasiga kelganda juda to'g'ri aytdilar Suv xo'jaligi vazirligining xodimi. Biz bular bilan juda ko'p birgalikda ishlaymiz. Mana eng asosan umumiy kanallar va ariqlarni ikki tomonga bo'lingan. Suv yetkazib berish inshootlari bu hammasi markaziy kanallar, ya'ni magistral kanallar bo'ladi. Undan keyin ichki ariq, ichki kanallar. Shuning uchun magistral kanallarga byudjet tomonidan e'tibor juda kuchaytirildi. Oxirgi yilda aniq dasturlar bor. Kilometr, necha kilometr, qaysi hududda nima qilinadi, qaysi kundan qaysi kungacha. Chunki bu suvni uzoq mahal to'xtatib qolib bo'lmaydi. Bu zarar. Shuning uchun juda yaxshi to'g'ri fikr aytdilar. Bu hozir buni biz endi Suv xo'jaligi vazirligi, asosan prezidentimizni boshchiligida, hukumatni, administratsiyadagi rahbarlari boshchiligida biz 24-25-yilda ichki ariqlarni ham sug'orish bo'yicha katta dastur qabul qilingan. Bu narsa fermerlarning mablag'i, hokimliklarni va o'sha yerdagi katta-katta tashkilotlarning ko'magi
Undan tashqari bizni fermerlar kengashi, jamg'arma bularga o'xshagan nimalarni imtiyozli kreditlari hisobiga bu yerda fermerlarni ham ichki araqlari nima qilinyapti. Eng katta e'tibor shu yerda. Sababi agar gapimni tugatib olsam, marhamat. Betonlashtirishda eng asosiy narsa suvni isrof bo'lishidan tashqari qo'shimcha ravishda suvni tezligi oshadi. Mana Suv qanchalik tez oshsa, o'sha joydagi hajm hisobiga suvni ob'yemi, suvni hajmi ko'payadi. Masalan, suv balandligiga turaveradi, sekin oqqan suvda hech qancha suv bo'lmaydi. Lekin agar suv tezlagandan keyin suvni tezlash hisobida hajm ko'payadi, sug'orish ishlari tezlashadi. Ikkinchidan, kanallar mana hozir Norin Sirdaryo havza boshqarmasini nimasini ko'rib o'tdik, lavhasini. Bu yerda Norin Sirdaryo havza boshqarmasida agar adashmasam 5 ta 6 GES qurilyapti. Shuni hisobidan betonlashtirish orqasidan endi GES qurish imkoniyati beryapti. Bu yana qo'shimcha daromad, foyda. Bilasizmi, biz endi ko'p ko'rsatuvlar qilamiz, Baxtiyorjon qatnashadi, deputatlarimiz. Shu odamlarga haligi endi suvda tejaylar, stakanda olib tishiylar. Endi Yevropada shunaqa-ku, suvni ichida yashasa ham shuncha bong uramiz, lekin aslini olib qarasak, toza chuchuk suv boshqa mamlakatlarda juda qimmat. Dengizni suvini tuzini yuvib, mana Isroilda, Saudiya Arabistoni tomonlarida, Birlashgan Arab Amirliklarida mana borgansizlar, juda ham aziz suv, juda ham, chunki o'zi yo'q. Chuchuk suvning o'zi yo'q. Endi qishloq xo'jaligimizda 90% ochig'i suv qishloq xo'jaligi ishlatiladi. Bu endi tejashni betonlashtirish deganda ko'pchilik tushunmaslik mumkin. Ya bu qancha xarajat ketadi deb. Lekin hozir boshqa yo'l yo'q-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Boshqa qanaqa suv sizib ketyapti, uni zararini ham aytish kerak. Marhamat do'stim. Mana hozir to'g'ri aytib o'tdingiz. Yiliga O'zbekistonda o'rtacha 50-52 milliard suv ishlatiladi. Kubometr, ha? Kubometr 50-52 milliard atrofida kubometr suv ishlatiladi. Buni bu aytib o'tganingizdek 90% qishloq xo'jaligiga yo'naltirilyapti. Shu qolgani ichimlikka bo'ladigan bo'lsa, endi hozir hammamiz yaxshi bilamiz, bizning suv xo'jaligi kanallarimiz, gidrotexnik inshootlarimiz o'tgan asrda qurilgan hammasi. Deyarli hammasi o'tgan asrda qurilgan, eskirgan, juda ko'p tuproq o'zanli, mayli bordir beton qilingan joylari ham bor, to'g'ri, o'sha o'tgan yillar davomida, lekin asosan tuproq o'zanli kanallarimiz. Mana bu tuproq o'zanli kanallarimizda boya aka aytib o'tganlaridek tezlik juda past bo'ladi. Keyin kanalni foydali ish koeffitsiyenti, boshqacha qilib aytganda KPD kanali deymiz, 0.6 dan oyog'iga o'tmaganda 60% o'tkazish qobiliyati. Mana hozir bular kanallarda betonlashtirilgandan keyin 0.85, 0.8-0.9 ga borib qoldi. Sababi bir nuqtadan ikkinchi nuqtagacha suv yetkazib berish vaqti bir sutka emas, 4 soat, 5 soatgacha qisqaryapti. Sizga bitta savolim bor-da. Eshitaman. Mana suvga bo'lgan munosabat o'zgarmaguncha bu muammo turibdi oldimizda. Insoniyatni oldida turibdi, Baxtiyorjon. Yadro qurolidan ham xatarli deyapti. Chunki uni bir balo qilib kelishadi davlatlarda, lekin suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Men o'zim ko'p ko'taraman anhor masalasini, salar masalasini-da. Nihoyatda chiqindilar oqadi-da. Agar chet elda kechirasiz, o'sha suv Arabiston yarim orolida agar bunaqa suvlar bo'lsa, men kelib ko'z yosh qilib o'tirganlarni havas bilan ko'rganman-da. Egasi bormi kanallarni? Kanallarning egasi bor. Kim ularga chiqindi tashlashga yo'l qo'yadi? Kanallarning egasi bor. Misol keltirish, ko'p misol keltirganman, yana keltirishim mumkin. Meni o'zim siz ko'p gapirgansiz. Shaxsiy fikrim bor bu masalada. Marhamat. Bizda ariqlardan har bir oqayotgan suvimiz chuchuk suvda ichsa bo'ladigan suv. Aslida. Lekin hozir aytayotganingizni chet eldan yoki boshqa bir joydan kelib, birov kelib musor haliga aytayotgan chiqindilarni tashlab ketmaydi bu yerga. Hech qachon. Siz bilan men tashiymiz, o'zimiz tashiymiz. Xuddi shunday. Bizani demak bu suvga bo'lgan munosabatimiz hamda ongimiz hali yaxshi rivojlanmagan deb bilaman men. Rivojlanmagan deb yumshatib aytdingiz. Bu juda ham bir nima deydi endi, vahshiyona munosabat. Xunuk emas. Mana Qurbon hayitida yuzlab terilarni suv tozalovchilar yig'ib
o'zlari ham yig'lab yubordi, bu nima degan gap deb. sizlarni davringlarda mayli biz demaylik, sizlarni davringlarda ham shu suvlar oqqan-ku, masalan, lekin o'sha vaqtda suv xo'jaligi yoki ekologiya bo'lmagan-ku, misol uchun. O'sha vaqtda odamlarning o'zida bo'lgan-ku. Nima bo'ldi? Masalan, biz rivojlanmagan deb masalan bu o'zimizga olib qolyapmiz-da bu narsani. Asl sababi o'zi nima? Ayb o'zi kimda? Misol uchun-da biz o'sha qadriyatlarni tark etib qo'ymadikmi? Biz masalan to'g'ri qonunchilikni takomillashtirib boryapmiz, kuchaytirib boryapmiz, lekin bu yoqda qadriyatni esdan chiqarib qo'ymadikmi? Qadriyatimizda siz yuqorida aytdingiz-ku, mana suvga tupurma, shu suvni isrof qilma, suvga supurma deydi masalan. Qani bu narsalar? Yo'q bo'lib ketdi. Bizga yillab mobaynida singdirilgan narsalar edi-ku bu narsalar. Mana endi bugunga kelib o'ligini ham olsa, mana biz oldingi bir ko'rsatuvda muhokama qildik, qo'yni o'ligini tashlab yuborgan suvga misol uchun. O'sha aholini oqayotgan uyda Qurbon hayitida yoki o'sha boshqa holatlarda olib turib icheklarini olib, o'zini hovli orqa hovlisidan o'tgan, xuddi chiqindi tashagandek olib tashlab yuboryapti. Baribir oqib ketadi-yu deydi-da. Mana munosabat qanaqa? Ha, munosabat. Shuni aytayotganda o'zimizni insonlar qilyapti. O'zi o'sha yerda yashab turadigan odamlar qilyapti. Lekin biz bugun yana mas'uliyatni, yana vazifani biz shu tashkilotlarni o'ziga yuklaymiz deymiz. Davlat. O'zimiz davlat emasmi degan savol paydo bo'ladi. To'ldirsam, Qudus aka mana aytib o'tdingiz, ariqlarga axlat tashlanyapti deb. Bu narsa juda to'g'ri qadriyatlarimizdan. Sababi bizni yoshligimizda kichkina qizchalarga, oilamizda, qo'shnilarimizda hovlini supuradigan bo'lsa, supurtirib, bir joyga axlatni to'plab, ustidagi xas-xashagini olib tandirga, o'choqqa tashlanardi. Tagidagi tuproqni agar o'tga bo'lmasa bir kuldi ham hatto. Ko'chaga olib chiqilmagan hech narsada. Endi hozir hamma narsa ariqni bo'ylari axlatxona. Endi buni odamlarimiz tushunsin, biza o'zimiz his qilaylikda, chunki u tashlangan narsa ertaga chirib, kasallik bo'lib, bakteriya bo'lib, u etakka tushadi, etakda mevalarga singadi, tarvuzlarni yeb hammamiz hozir ba'zi holatda zaharlanish holatlari bo'ladi. Endi bitta savol, mana betonlashtirish bu davlat siyosati 2030-yilgacha buni his qilish kerak. Agar shu narsa hozir yo'lga qo'yilmasa, ertaga biz emas, butun Markaziy Osiyo, butun dunyo juda og'ir ahvolga keladi. Endi masalan, o'sha buni mutaxassislar bilish kerak-da. Shu betonlashtirmasdan mana oqyapti. Shu singan suvlar yerga singan foydami yoki zararmi degan savol paydo bo'ladi. Zarar. Masalan, Endi bitta bu zararmi yo foydami? Albatta zarar, chunki Nimasi zarar? Yer osti suvlari bor, yer usti suvlari bor. Agar yer osti suvlari bilan yer usti suvlari birlashib, bir-biriga yaqinlashib qoladigan bo'lsa, sho'rlanish oshib ketadi. Bu degani tuproqda o'sha hosildorliklar kamayib ketadi degan narsalar bo'ladi. Chunki birovlar endi tabiiy suv oqaversin-da deydi-da. Yo'q, endi tabiiy suv oqadigan joylari bor. Holatda buziladi. Sizlar endi fermer adashmasam, sizlar bilasizlar. Nima muammolar yuzaga kelyapti? Yuzaga keladigan muammoning eng kattasi yer sho'rlanishga olib keladi. Suv ko'tariladi, ko'tariladi. Yer, bu yoq aytmoqchi, yer osti suvmi, yer ustiga suvlari qo'shish darajasi sho'r tepaga ko'tarib, yerni tuproq strukturasini o'zgartiradi. Eng birinchi, endi boya betonlashtirish deyapmiz, betonlashtirish tashqari suv tejovchi texnologiyani qo'llash kerak, eng asosiy. Suv tejovchi texnologiyani qo'llasak, 40% dan 60% ga suvni hisob qilamiz. Ana qarang. Yomg'irlashma, tomchilash orqasidan. Ham yer strukturasi yaxshilanadi. Keyingisi, misol uchun fermer sifatida aytadigan bo'lsam, yer strukturasi o'zgargan hosildorlikka yaxshi ta'sir qiladi u. O'g'itlarni hisob qiladi. Eritib berasiz. Eritib beradi joyida. Keyin yeri osti tushmagandan keyin sho'rlanish bo'lmaydi. U yana ham kuchayadi yer strukturasi. O'sha O'zbekiston 2030-strategiyasida shunaqa narsa qo'llanildiki, har bir fermer 2030-yilgacha 100% tomchilatish yoki yomg'irlash usulini qo'llash shart degan. Agar kimki qo'llamasa, hozirgi bir kub suv 100 so'm belgilansa, o'sha davrga borib 3 barobarga ko'tariladi. Ko'p bo'lmasa hali. Ko'p bo'lmasa hali. Chunki suvni o'zi kamayib ketyapti, muzliklar eriyapti. Biza hozir juda buni xaspo'shlamaslik kerak. Mana bunaqa narsada Qunduz aka, bu yerda suv tejovchi texnologiyani qo'llash kerak degan topshiriq bo'lgan. Ba'zi birlar qilyapti, ba'zi birlar qilmayapti. Sabab
qilgan odamga o'rnatgandan keyin u ish bermayapti. Nimaga? Ish bermayapti. O'sha narsani qo'llagandan keyin yomg'irlatish ishlab ketamayapti. Misol uchun yomg'irlash yoki tomchilatish texnologiya ishlab ketamayapti. Buni eng asosiy sababi o'sha quruvchi biror joyda yo markazlashgan holda o'qitilmagan. Eng asosiysi. O'qitilmagandan keyin u quruvchi keladida mablag'ini ko'chirib oladi. Fermer qurib beradi, yo sifatli yo sifatsiz bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? U oqibatida fermerlar qo'shniki ishlamagandan keyin keyingisi o'rnatgisi kelmaydi. Chunki narigi ishlamadi. Narigi ko'prik qurilishidagi gapda endi. Xuddi shunaqa narsa. 40 gektarga misol uchun 1 milliard pul ajratilsa, qo'shni qurdi, ish bermadi. Misol bermagandan keyin men misol uchun nima uchun 1 milliard pulga kredit olib yana uni qurishim kerak? Buni eng masalasi o'sha boyagi quruvchilarni hammasini jamlab bir maktab qilib, u boyaga aytgandek mutaxassis tenderlar bo'lsin. Mutaxassis o'qitish kerak. O'sha fermerlarni ishchilarini ham olib borib qandaydir alohida yuzaki emas. Bizda o'qitiladi, misol uchun ba'zi bir joylarda boringlar, mana 3 kun 4 kun qatnashib kelasan, suvchilar maktabi bo'ldi. Shunaqa aytadi, yo u o'qiydi, yo o'qimaydi yuzaki. Bunga yoki o'sha qo'llanilgan birorta fermer joyda qo'llanilsa, o'sha fermerlar hammasini jamlab, o'sha suvchilarga alohida bir qandaydir oylik qilib berish kerakmi? Albatta endi ular. O'sha ferma tomonidanmi yoki shaffof tarzda bo'lsa tizim. Yo'q, qanaqa qilib, yo'q, sizga bu kishini savoli nihoyatda endi bir tomondan davlatimiz betonlashtirib bitta siz gapiring keyin. Chunki bu mumkin emasda, butun dunyoda u nechi 10 Xitoyda ko'p misol bu shaffof tizimga o'tishimiz kerak bu narsada. Yomg'irlatib sug'orilyapti. Katta traktorlarda men ko'raman, Yevropani o'zida, Niderlandiyada u suvni ichida o'zi ular. Cho'llarni obod qilib sug'orib, cho'llarni Xitoyda shunaqa bo'lyapti. Shtangada-da. Istagan mamlakatda olsangiz bu sinovdan o'tib o'zini 1000 marta oqlab bo'lgan usul. Men sizning gapingizdan to'g'ri, juda ham hayronman. Qanaqa izoh bo'lishi mumkin? Betonlashtirishning muhimligi va bu odamni muammosini hal qilib olaylikda oldin. Tomchilatib sug'orish bo'yicha bu kishiga meni munosabatim endi fermer to'g'risini aytib masalani ko'tardi, to'g'ri masalani ko'tardi. Bu joyda tomchilatib sug'orishda juda ko'pchilikda shunaqangi bir salbiy bir fikr tug'ilishining natijasida shu kimnidir noto'g'ri ishlatgan kelib chiqib qolyapti. Lekin buni ham tagiga kirib chiqishimiz kerak. Har bitta tangani oldi, orqasi bor. To'g'ri. Qarshi ikki qo'ldan chiqadigan yana bir gap bor. Shunaqa narsalarni biz o'rgandik. Bu narsani bu necha yildan beri boshlangan narsadan biri biz hududlarda fermerlar bilan gapirishdik, ko'rdik. Kimdir o'sha o'zini ishiga yuragidan qatnashib, o'sha shartnoma tuzayotgan qurilish kompaniyasi bilan kelishgan holda qanaqadir tashkilotmi qurilish kompaniyasi tekshirgan holda menga eng yaxshi nasosni o'rnatib berasan. Shunday bo'lsinki, meni 10 gektarga suv ochadigan bo'lsam 10 gektarga yoki 5 gektarga bo'lsa 5 gektarga. Shuni puli qancha bo'ladi deb turib, shuni to'layman deyapti. Ba'zilari kelishyapti-da, menga eng arzonini qilib ber deyapti. Arzoni sho'rvasi tatimas. Shuning uchun bu ikki tomondan ham kelib chiqyapti. Lekin juda to'g'ri gap, bu o'qitishni to'xtovsiz tashkil qilish kerak bu narsani. Yana ikkinchi masala o'sha tomchilatib sug'orishdagi ba'zi bir bularni dardi kuyadigan narsasi haligi shlanglarni oftoblarda erib ketishi, parchalanib ketishi, bu narsalar sifatsiz. Qarang, bitta yo'q, qanaqa qilib shlang 40 yil, 50 yilga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda bitta narsa, mana bizda shaffof ochiq tizim bor, tender bor, platformalar bor. Mana misol uchun tadbirkor, fermer o'zi tanlay oladi. Misol uchun agar so'rab surishtirsangiz, o'sha qo'yib beradigan texnologiyani sifatlisi ham bor, arzoni ham bor. A, B, C klasslari bor-da, misol uchun. Bu yerda masala bunda emas. Masalan, fermer deylik, o'sha yaxshi qimmatroq texnologiyani bilan qo'yib beradigan firma bilan shartnoma qilsa, o'sha shartnomani o'rnatib beradi. Yo, shu shaffof bormi? Bu yerda muammo boshqa narsada. Muammo tanlash ixtiyori fermerda. Masalan, fermerga berilgan. Faqat endi o'sha firmani mutaxassisi haqiqatdan o'sha loyihasini, boshqa smetasini to'g'ri, masalan, men o'zim qo'ydirganimlik uchun o'shani to'g'ri o'rnatib bersa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Boshqa bitta masalaga. Masalan, fermer qo'ydirgan ekan, eshitaylik. Shunga hozir qarang. 2 yil bo'ldi hozir o'rtada, menimcha bular oldinroq sal qo'ydirgan bo'lsalar kerak.
suv xo'jaligi vazirligida alohida platforma yaratilgan. U yerga tomchilatib yoki suv tejash texnologiyalarini joriy qiladigan quruvchilar jamlangan. Bular hammasi sinovdan o'tgan, o'z ishini ustalari hamda boya aytganingizda o'qitilgan, chet eldan o'qitilib kelgan qurilish tashkilotlari joylangan. Bu fermerlar to'g'ridan to'g'ri o'sha yerda nechta bo'lsa, hamma joydan qilish olmaydi. Shu platformaga kiritilgan, sinovdan o'tgan quruvchilarni tanlab o'rnatishligi mumkin. Mablag'i bor, hammasi hozir o'rnatishligi mumkin. Prezident qarorida ham 440 da ham 5-prezident qarorida ham belgilab o'tilgan texnologiyalar o'tishi, Moliya vazirligi bo'yicha platformalarni joriy qilishi, uni unga ro'yxatdan o'tkazish masalalari kiritilgan. Bu yerda bitta masala yana borki, ya'ni o'sha o'rnatilayotgan texnologiyalar birinchisi filtrda muammo, ikkinchisi emiterida, ya'ni o'sha o'tkaziladigan shlankalarni juda zichligi bugungi kundagi. Masalan, bizdagi suvlarni foydalanishda loyqaligi, qumchangligi, boyagi betonlashtirmasligi oqibatida yuzaga kelayotgan suvni masalan shu loyqalik holatlari tiqilishlarida o'sha texnologiyani doimiy ishlab turishda muammo keltirib chiqaradi. Yo, bu yerda hozir kimdir o'ylashi mumkin, mavzudan chetla yo'q. Birinchi betonlashtirib suvni iqtisod qilamiz 30%. Bu tasavvur qiling, 3dan 1 suv ertaga kelajakda zaxirada turadi biz uchun. 30% 50-yilda ehtiyoj oshadi. Aholimiz ungacha 40 millionmi, 50 million bo'ladimi, uni Xudo biladi hozirgi. Demak, ikkinchisi uni betonlashtirib suvni iqtisod qildik. Lekin hozirgidek uni oqizib qo'yib, bemalol ishlatsak, u hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Shuning uchun bu masala muhim. Nima demoqchi edingiz? Mana demak hozir fermer sizga aytayapti. Siz vakil sifatida aytyapsiz, hammasi joyida deb. Hammasi joyida demoqchi emasman. Yo, mana bular aytayaptiki, trubalar erib ketyapti. Ishlamayapti. Fikrimni aytmoqchi bo'lganim. Marhamat. Bu texnologiyalar ishlatiladigan narsa. Hozirgi kunda buzilishi mumkin. Suhbatdoshim aytgandaqa filtri to'lib qolishi mumkin. Shuni jarayonda biz ham o'rganyapmiz. Yildan yilga birdaniga anaqa qilmaymiz. Kamchiliklarimizni, tajribamizni orttiryapmiz. Har bir tumanda o'sha texnologiyalarni xizmat ko'rsatish uchun servis markazlari ochilyapti. Shaffofmi ular? Tenderlar shaffofmi yo? Shaffof. Yetkazib bergan quruvchi buni garantiyasini beradi yoki kafolat beradi, necha yil ishlab berishiga, keyin texnikani ishlashiga servis xizmati ko'rsatadi. Bo'yniga olish kerak. Oladi. Bu shartnomalarda belgilangan. Bilan shartnoma tuzganmiz o'zimiz masalan. 5 yil servis xizmati bepul o'sha firma tomonidan. Asosiy narsalarga unda ham shlanklar yillik, 1 yillik, mavsumiyda ular hammasi. Kichkina. Asosiy quvurlar bo'ladi, u yerda quvurlarga bo'linadi. Katta quvurlari u doimiy ishlayveradi. Filtr, bular aytganday filtr boshqalarni o'sha 5 yil muammo chiqadigan bo'lsa, servislari xizmat qilib kelib havorab turishadi bizdan ham. Xo'p, siz masalan shu tomchilatib sug'orish endi bu vaziyat taqozosi. Yomg'irlatib sug'orish, tomchilatib sug'orish endi boshqa yo'l yo'q. Suv, chuchuk suv bosib ketayotgan mamlakatlarda ham toshib tomchilatib sug'orishga o'tib bo'lgan. Demak, hali siz aytganday eritmalarni soladi, har jihatdan foyda ekan. Suvda endi suv to'g'ri hozirgi masalan suvni nimasi holati oldingidek ko'pmasligi uchun bizdan keyingi tumanlar foydalanadi. Masalan, biz yuqori tumanda tursak, bizdan keyingilarga ham o'shalarga ham suv yetish uchun biz albatta tepadan boshlashimiz kerak-da. Masalan, mendan keyingi avloddan bu narsadan qo'yni sog'ib, qishloqdan shaharga ko'chaman, o'tda suv bor degan maqsad bo'lmasdan, o'sha qishloqda ham shu suv ketma-ket yetib borib, boshqasi obod bo'lsa, hech kimda muammo qolmaydi demoqchiman-da. Hamma sizday fikrlasa edi. Iqtisodiy qanday bo'ldi? Hosildorlikka qanday? Birinchidan, u suv tejovchilari, men respublikada masalan o'sha narsa boshlanganda birinchilardan o'rnatganman. Hozirgi kungacha ishlatib kelaman. Masalan, paxtada tomchilatishda hozir 1 gektariga menimcha oddiy an'anaviy eski nimada sug'oradigan bo'lsak, juda ham ko'p pul to'laysiz. Masalanda har bitta nimasiga katta pul to'laysiz. Tomchilatibda uchuvchigi bor. Juda ham ekonomda. Masalan, 100 litr ketadigan joyga 10 litr suv bilan
sug'orib olasiz birinchi galda. Keyin уже 9 litr suv qo'shniga ketadi. Siz уже nargi odamga o'tkazib yuborasiz. Bechora haligi qo'yidagilar ham, ular ham umid bilan narsa. Hozir faqat o'zim bo'lay deb suviga yopib olib, boshqa qilib, masalan suvga o'zi kam deb bermasdan emasda o'shani tejovchini qo'ysa, hammamizga hozirgi holatda yillar davomiga yetadigan suvimiz bor-da bizda. Rasman haligi toshni ustida gidrofonik usulda mevalar, haligi karam, gidrofonik usulda tosh o'zi faqat suv. Biz ham men bitta narsani aytaman, to'g'ri, lekin shunaqa, lekin ular asosan kimikatda shakllanadigan gidrofonik usullari asosan kimikat ishlatib yetishtiradigan. Xitoyda bir necha bo'ladi etajli baribir. O'shanda ham organik asosan yerdan foydalanasiz. yerdan foydalanib, faqat suv muammoku biz suvni muammosi bo'yicha irrigatsiya institutidan ham mutaxassislar bo'lganda yaxshi bo'lardi, balki yana bo'lar. mana shu irrigatorlar shularda. Yo, bular endi yana olimlar ham demoqchimanda. Hozir juda to'g'ri aytdilarki, birinchi o'rinda suv boshidagi tumanlar bor. O'sha tumanlar hozir nima qilib bo'lsa ham 100% sug'orilsa, eng etagidagi tumanlarga suv yetib borishiga garantiya paydo bo'ladi. yetkazganda shu paytlarni yetkazgan yer ko'payib qolmadi-ku. Ikkinchisi, Misol, yana bitta yer ko'payib narsa- qolgani yo'q. O'sha suvimiz bor. Sug'oriladigan maydonlar to'g'ri, orol vaqtida gapimni tugatib 1100 bo'lsa, hozir 110 kilometr. Ichki ariqlarni betonlashtirish bor-ku. Ichki ariqlarni betonlashtirishda biz ko'rib kelyapmiz, ba'zi fermer, chunki bitta ariq nahaq bitta fermer ichmaydi-da. U aholi tomorqasi ichadi. Qaysidir qishloqning ichidan o'tadi. Undan keyin bitta fermer, undan keyin ikkinchi fermer, qaysidir klaster va hokazo qishloq tashkilotlari ichgan holda qaysidir bittasi yurakdan tagini tozalaydi-da, ichini tozalaydi-da, betonlaydi. Qaysidir bittasi nomiga shuvab qo'yadi-da, keyingi yana tagidan o't chiqqan, yorilib ketgan boshqa. Shuning uchun meni bitta taklifim bor edi. Shu suv xo'jaligi vazirligida o'zlarining irrigatsiya institutlariga aytilsa, qanaqadir bir qoplamalarni ham o'ylab chiqarilsa. Standart bo'lish kerak. Innovatsion texnologiyalar. Do'stim, siz hammasi bor deyapsiz. Beton emas, oddiy bir qanaqadir ariqlarga qo'yadigan qoplamalar, qanaqadir bir membranalarga o'xshagan, nimadir qanaqadir hozirgi sifatli arzon narsalar ishlab chiqsa yaxshi bo'lardi. Betonlashtirishning yana muhim tomoni, boya aytib o'tdik, qishloq xo'jaligiga muhimligi oydek ravshan. O'zim yashaydigan Sirdaryoda Guliston shaharidan bir nechta tumanni bog'laydigan do'stlik kanali o'tgan. Bu o'sha Guliston davlat universitetida talabalik davrimda eslayman. Shu kanalni dastidan shahar dod berdi-da. Pastdagi sizot yer osti suvlari shunday chiqardiki, ayniqsa ko'p qavatli uylarda taglari yer to'lardi-da. To'g'ri ma'noda baliq boqsa bo'ladigan akvarium bo'lardi-da. O'sha hali bu betonlashtirish kompaniyasi hali avj chiqmagan payti 18-21 yillar adashi mumkin. O'sha kanal bir necha kilometri betonlashtirildi. Bu birinchidan suv sarfini nimasini isrofini oldini oldi. Shahar oldin Gulistonni shahar markazi bo'lsa ham odamlar uncha qiziqmasdi. Zax, balchiq hidi, pashsha yashashga yaroqsiz. Hozir endi yangi kvartallar paydo bo'lyapti. Bu millionga yaqinlashyapti. Har jihatdan. Yana eng bitta Shu do'stimiz ham bir og'iz gapirsin. Bitta muhim joyi bor-da, Qudus aka. Biz e'tibor bermayotgan bo'lishimiz mumkin. Hozir mana bu betonlashtirishda, ya'ni tezlik, suvning tezligi oshib boradi-da, bilasizmi? Shaharda mana bizda shaharda ko'proq o'sha chang havolarni yig'ilib qolish oqibati mana bu, ya'ni suv yo'llaridagi ustidagi shamol yo'llarini yo'q bo'lib ketganligi, muhofaza zonalarida binolar qurilayotganligi, aynan shu betonlab qurilish muhofaza zonalarining tozalanishi va o'sha ustidagi shamol yo'li tezlanishi shahardagi butun chang to'zonlarni olib chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Marhamat. Albatta bu hozir yuqorida juda to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Suv butun dunyoda hozir tashvishga solayotgan taqchilligi tashvishga solmoqda butun dunyo xalqlarini. Jumladan bizning davlatimizda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Prezidentimizning tashabbuslari bilan shaxsan bu muammoni bartaraf etish bo'yicha bizga Suv xo'jaligi vazirligiga aniq ko'rsatma, qarorlar, farmonlar qabul qilib berilgan. Misol uchun aytadigan bo'lsam, 2018-yildan boshlab biz suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishga katta e'tibor qaratib boshlandi. O'sha subsidiyalar berildi fermerlarga nisbatan. 24-yilga kelib suv tejovchi texnologiyaga qo'shimcha ravishda mana kanallarni bugungi temamiz mavzusi hisoblangan kanallarni betonlash nimasiga, yo'nalishiga katta e'tibor qaratib boshladik. Bu bo'yicha xalqaro moliya institutlari mablag'lari keng jalb qilib boshlandi. Byudjetdan
katta katta mablag'lar mablag'lar ajratilyapti. ajratilib boshlandi. Buning natijasida mana aytganimizdek, yuqorida aytganimizdek, mana respublikamizda 4 million 300 gektar sug'oriladigan maydon bo'lsa, bu 4 million 300 gektar maydonni sug'orish uchun bizda 174 ming kilometr sug'orish tarmoqlarimiz mavjud. Shuni 60% tuproq o'zanli. Hozir yuqorida aytganimiz shu 60% kanallarda o'sha 30% yo'qolayotgan suvlarimiz o'sha bir yilda bir 54 milliard kub suvni ishlatayotgan bo'lsak, shuni 30% o'sha tuproq o'zanli kanallarda yo'qolib ketayotgan shu kungacha. Hozir endi bu yana bir muhim masala, O'zbekiston o'zi tabiiy geografik jihatdan suvni hududi hisoblanmaydi. Biz yiliga ishlatadigan suvimizning 80% qo'shni davlatlarda shakllanib bizga kirib keladi. 20% o'zimiz davlatda shakllanadi. Mana bu ko'ryapmizki, bu 30% yo'qoladigan suv o'zimizda shakllanadigan suv butunlay yo'q bo'lib ketyapti deganida bu kanallarni betonlamash natijasida. Juda katta raqam. Endi mana ko'rdingiz-ku, juda bir jonli misol keltirdingizda. Bitta betonlashtirishni o'zi yer osti sizot suvlarini ko'tarilishini oldini oladi. Suvni 30% gacha tejaydi. Undan keyin tomchilatib sug'orish ham necha foiz foyda beradi? 60%. Qo'shsak 90% gacha suvni, endi taxminan 50% dan ortig'ini biz iqtisod qilsak, shu siyosatni qo'llab, fermerlar har birimiz ongli ravishda, to'g'rimi? O'sha betonlashtirishni ham sidqi dildan qilsak, demak biz 50-yilda butun insoniyatni kutayotgan xavf va xatarni oldini olgan bo'lamiz. Endi ko'rsatuvimiz yakunida doim odamlarga murojaat qilib qolamiz. Suvni asrab avaylaylik. Suv ertaga tillodan qimmat bo'ladi. Boshqa hech qanaqa tilloni ichib biza chanqog'imizni qondira, ayniqsa bizning O'zbekistonda xuddi Yaponiyadagidek ariqlarimizda baliqlar suzib yursin. Biz bu mavzuga kerak bo'lsa har hafta bir marta emas, bir necha marta muhokama qilib qaytamiz, chunki bu bizni kelajakda kutayotgan hayot, mamot mavzusi. Bugungi ko'rsatuvdagi samimiy ishtirok uchun katta rahmat. Endi vaqt chegaralangan, shuning uchun uzr so'raymiz. Albatta kelgusi ko'rsatuvimizda bugungi boshlangan muloqotni uzluksiz davom ettiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvining bugungi sonini yakunlaymiz. Keling birgalikda obi hayot deyilgan suvimizni asrab avaylaylik. Xayr, salomat bo'linglar.